Sportni hammamiz sevamiz. Sport tarixida shunday voqealar bo'lib o'tadiki, tarixga nazar tashlab qaraganimizda, "Vo ajab, bu qanday bo'lganda deymiz. Sportda ba'zida yomon voqealar bo'lsa-da, lekin yaxshilik bilan tugaydigan ajoyib xotiralar ham bor. Insonlarni birlashtira oladigan kuchga ega bo'lgan sportda raqobatlar ham muhim o'rinni egallaydi. Bugungi videomizda keling, sport tarixida bo'lib o'tgan go'zal onlarni birgalikda ko'raylik. Videoni boshlashdan oldin, shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Derek Redmond Barselonada bo'lib o'tgan 1992-yildagi yozgi Olimpiada o'yinlarida Angliya mamlakatining sharafini himoya qilgan Derek Redmond 400 metr masofaga yugurib oltin medalni olishi kutib turilganda boshiga bir ko'ngilsizlik keldi va 175 metr masofani orqasida qoldirganida oyog'idan jarohat oldi va Olimpiadadagi oltin medalga alvido deyishga majbur bo'lib qoldi. Faqat Derek musobaqani tugatishi kerak edi va oyoqqa turdi, yugurishni davom ettirdi. Himoya to'siqlaridan oshib, unga yordamga kelgan inson otasi bo'ldi. Jarohat. Bu ikki sportchilar g'alabaga erishish uchun qo'ldan kelgan ishlarni qilmoqdalar. Belorussiya va ozarbayjonlik sportchilarni qanchalik g'alaba uchun jon kuydirgan ekanliklarini bu videodan bilib olsa bo'ladi. Bir-biriga xavfli usullarni ishlatayotgan sportchilarni harakatlari tribunada o'tirganlarni hayratlantirdi. Belorussiyalik sportchi g'alabani qayd etgan bo'lsa-da, raqibiga jiddiy jarohat yetkazganidan ko'ngli to'lmadi. Qanchalik bir-biriga raqib bo'lgan bo'lsa-da, jangdan keyin sportchi o'z raqibiga yordam berishdan qochmadi va natijada shunday go'zal ko'rinishlar hosil bo'ldi. Bolakay. Juda ham xavfli hisoblangan Amerika futbolida maydonga birdan taklifsiz bir bolakay kirib kelmoqda va hamma singari sportchilar ham hayratlanib qolishmoqda. Va o'sha onda hech kim kutmagan voqealar bo'ldi. Sportchilar bolakayning qo'liga to'pni berib, uni sevintirishga harakat qilmoqda. O'sha onda hammani bir maqsadi bor edi, faqat bolakayni xursand qilish. Ronaldo hammamiz sevgan futbolchilardan biri. Doim u yordamga muhtojlarni ko'rsa, yoniga tez borib yordam qilishga urinib kelgan. Urugvayga qarshi o'ynalgan o'yinda ham xuddi o'sha ishni Cavaniga qarshi qilgandi. Bu harakati bilan Ronaldo qanchalik darajada buyuk futbolchi va qalbi toza inson ekanligini hammaga ko'rsatib qo'ydi. Muxlis. Mashhur amerikalik sportchilar ko'pincha muxlislari bilan samimiy bo'lishga harakat qiladilar. Bu safar xursand qilish uchun sportchi bir rak kasalini yoniga bordi va muxlisining hayotiga atiga bir kun bo'lsa ham quvonchli kunlarni hadya qildi. Christian Pulisic Germaniya chempionatining Dortmund klubida to'p tepadigan futbolchi va Dortmund klubining asosiy o'yinchilaridan biridir. Pulisic o'yindan keyin intervyu beradigan bo'lib turganida maydonga yosh muxlisi yugurib chiqdi. Faqat qo'riqchilar muxlisini futbolchidan uzoqlashtirdilar. Qattiqqo'l qo'riqchilarning harakatlariga jim qarab tura olmagan muvaffaqiyatli futbolchi ularni to'xtatib, bolakayni ularning qo'lidan qutqardi va selfie qilishga ham ulgurdi. Muhammad Saloh. Bilganingizdek, Chempionlar Ligasi finalida yarim yalang'och ayol futbol maydoniga yugurib chiqqandi. O'sha onlarda hamma shok holatga tushib qolgandi. Bu model qilgan jasorati bilan atiga bir kunda milliondan oshiq muxlislarga ega bo'ldi va kiyimidagi reklama yozuvlari sabab reklamachilardan $5 million ishlab oldi. Bu voqea hammani aqlini olib qo'ygan ekan. Muhammad Salohni bu qizga orqa o'girgani bu qizning voqeasidan ham ko'proq shov-shuvlarga sabab bo'ldi.
Videoni ham oxiriga keldik. Sizningcha kimning voqeasi ta'sirliroq edi? Shu haqida sharhlarda o'z izohingizni qoldiring. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha